Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining keng jamoatchilik vakillari hamda tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Unda ishtirok etgan mas'ul xodimlar tomonidan o'tgan yil davomida kelib chiqqan murojaatlar, ularning yechimlari hamda o'tkazilgan sayyor qabullarda fuqarolar hamda tadbirkorlik subyektlarining murojaatlari o'rganilgani haqida axborot berildi. Qo'mitaning Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan boshqarma boshlig'i Jo'rabek Ismoilov ma'lumot berdi. Xususan o'tgan yili iste'molchilar hamda tadbirkorlar tomonidan 3,5 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan. 3,5 mingdan ortiq murojaatda 85% dan yuqorisi ijobiy qanoatlantirilgan. Shuningdek, ushbu murojaatlar asosiy qismi, misol uchun aytishimiz mumkin, chiqindini qayta ishlash korxonalariga to'g'ri kelgan, yana kommunal xo'jalik korxonalariga to'g'ri kelib, ularni ijobiy hal qilib berilganmiz. Shuningdek, raqobatni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilib, ustun muzokara kuchiga ega hamda ustun mavqega ega bo'lgan korxonalarda ham qonun buzish holatlari aniqlangan hamda ularda tadbirkorlarga nisbatan 18 milliarddan oshiq mablag'lar qayta hisob-kitob qilib berildi. Hozir ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. O'zbekiston Respublikasi Raqobat to'g'risidagi qonun ijrosi bo'yicha, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun ijrosi bo'yicha, reklama qonunchiligini ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ham bugungi ochiq muloqotda to'liq tushuntirishlar berib o'tildi. Darhaqiqat, biznes muhitida sog'lom raqobat bo'lishi uchun har bir tadbirkorning huquqi himoya qilinishi shart. Misol uchun, BCD Group qo'shma korxonasi tomonidan raqobat qo'mitasiga qilingan murojaat asosida bozorlardagi kontrafakt mahsulotlar aylanmasiga chek qo'yildi. Bu haqda tadbirkor Miraziz G'aniyev intervyusi. O'tgan yili 2025-yil mart oyida raqobat qo'mitasiga biz murojaat bilan chiqqanmiz. Mahsulotimizni kontrafaktlari bo'yicha murojaat qilganmiz. Kontrafakt nima? Bizning mahsulotimizni soxtalashtirish. Bu bo'yicha raqobat qo'mitasi bizning murojaatimizni qabul qilib o'rganib chiqishdi. Bizning kontrafaktlarimizni qilgan firmaga nisbatan jazo choralari qo'yildi. Bizning mahsulotlarimizni ishlab chiqargani bo'yicha jarima qo'llandi. Bularga 2 oy muddatda savdo rastalaridagi bizning kontrafakt mahsulotlarini olib tashlash bo'yicha topshiriq berildi. Bu topshiriq amalga oshirildi, lekin to'liq emas. Sababi bu bo'yicha yana shunaqa holatlar aniqlanyapti. Shu yuzasidan yana ikkinchi marotaba raqobat qo'mitasiga murojaat bilan chiqqanmiz. Bu bo'yicha amaliy yordam berishlarini so'rab qolamiz va ishonamiz.